Albatta rizq topish, kasbi kor, mehnat qilishlik bu ulug' bir fazilat. Mehnatkashlik bu fazilat azizlar. Innalloha yuhibbul mu'minal muhtarif. Alloh hunarli, mehnatkash mo'minni yaxshi ko'radi. Hunarli mo'minni yaxshi ko'radi. Mehnatkashlikni o'rgataylik. Mehnatkash yigitda kibr bo'lmaydi. Mehnatkash yigitda hasad bo'lmaydi. O'rtoqlaringiz ichida o'tirganda bir razm soling. Mehnatkash yigitda g'iybat bo'lmaydi. Birovni g'iybat qilmaydi. Hasad bo'lmaydi. Birov bir narsaga erishsa, endi harakat qilgan, mehnat qilgan, o'zi to'g'ri halol yigit Alloh bergan deydi. Mehnatkash odam tanbal, birovdan ta'ma qilmaydi. Birovga ta'ma, birovdan umid qilmaydi. Men bir ikkita yigitni bilaman, aka-uka. Ikkalasini ham hozir tegidagi minib yurgan mashinasi, ikkalasini ham qaynotasi olib bergan mashina. O'zi fe'li shunaqa xonadonga kuyov bo'lishlik niyati bilan yurgan yigitlarda. Va shunga erishdi. Yallo qilib yuribdi. Chunki boyroq, badavlatroq, imkoniyati katta xonadonga kuyov bo'lib olishlik. Yigitni o'ziga bersin. Nikohda bir taraf ikkinchi tarafni moli davlatiga rag'bat qilsa, men shularga kuyov bo'lib olsam, quda bo'lib olsam, shularga yaqin bo'lsam deb turib dunyo g'arazi bilan yaqinlikni harakatini qilsa, Alloh taolo shu niyatiga yarasha qashshoqlikni berib qo'yadi. Boshqa tarafga surib ketadi. Yigitni o'ziga bersin. Yigitning rizqi yerda. Yigitlar, oriyatingizni baland qiling. Mehnat qiling. Mehnat qiladigan zamon keldi. Duoni oling.